Xitoy kommunistlarining Sharqiy Turkistonda ko'z ko'ringan sarxillarni yo'qotish harakatida peshqadam Uyg'ur adib Hoji Mirzoid Karimiy 11 yillik qamoq jazosiga hukm qilindi. Qashqar Uyg'ur nashriyatining sobiq tarixchisi bo'lgan 80 yoshlik Hoji Mirzoid Karimiyning yaqinda ochilgan sudda millatchilik bilan ayblanib 11 yillik qamoq jazosiga hukm qilinganligi bildirildi. Egilinishçe Hoji Mirzoid Karimiy 20 yosh vaqtida sandiq ichidagi buvoq nomli asar sababli millatchilik bilan ayblanib 13 yil qamoqda yotgan ekan. Xitoy kommunist hukumatining terrorlik siyosati o'z fuqarolarini bo'sh qo'ymadi. Janpin ismli bir saqchi o'zining so'zlari sababli tutilganligi va oilasi bilan vidolashib bo'lgandan keyin bu naqchilikqa qarshi bir ish qilish qaroriga kelganligini ta'kidlab, hozir bu davlatda hech kim bexatar emas. Xitoy amaldorlar xohlagan bir jinoyat bilan turmaga qamaladigan, savdogarlar suiqasd bilan o'ldiriladigan yoki g'oyib bo'ladigan bir davlat dedi. Amerika-Xitoy munosabatidagi jiddiylikni pasaytirish uchun Amerika davlat ishlari kotibi Mike Pompeo va mudofaa ministri Jim Mattis bilan Xitoy davlat komissari Wang Jichi va mudofaa ministri Wei Fenghe Washingtonda bir araga keldi. Uchrashishda ikki davlat orasidagi savdo masalalari bilan birga Tayvan masalasi va Xitoyning Sharqiy Turkistondagi jazo lagerlari, musulmonlar va xristianlarga qarshi bostirishlar tilga ilindi. Shimoliy Atlantik aktiv tashkiloti, ya'ni NATOning bosh kotibi Stoltenberg Rossiya va Xitoy tadqiq yasayotgan boshqarilgan bombalardan andish qilayotganligini ta'kidlab, Amerika chekinmoqchi bo'lgan o'ttir musofirlik yadro qurollari ahdnomasining yangidan Xitoyni o'z ichiga olgan holda imzolanishi kerakligini aytdi. Falastindagi har qaysi davlatlar G'azzada urush to'xtatadiganligini e'lon qildi. Hamas va Islom jihad harakati qatorli guruhlarning qurolliq tashkilotlari o'rin olgan Falastin qarshilik harakati tashkilotlari o'rtaq harakat organi tomonidan e'lon qilingan yozma bayonotda Misrning oraga kirishi bilan Isroiliya bilan urush to'xtatishga kelishganligi e'lon qilindi. Bayonotda Isroiliya urush to'xtatishga amal qilsa, o'zlarining bunga amal qiladiganligi bildirildi.